Bu safar puli bor, takoyroq bola kelsin-de. Ha, qo'ydinglar maqtashgancha bor ekan. Asli kech qolib ketdim, kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham qasd keldim. Unda bu joyga ovqatlangani boramiz, ketdim. Voy. Qip-qizil Matizda kelyaptimi mana oldimga? Matizda keldingiz? Cho'ntingiz qani? O'tgan safar akamlar mashinasida keluvdim, o'zim mashina ustida edi. Yuring aylanamiz. Birovlarning mashinasida yuraman degan. Pas. G'irt yolg'onchi ekan. Birovlarning mashinasida men oldimga kelibdi. O'zini bir Matizi bor, g'irt kambag'al bola ekan. Shukr qilsang-chi, men unaqa kambag'al bolaga hayotda erga tegmayman. Отказ qilib beraman. Erga tegmayman. O'rtoq, men senga nima dedim? Baribir boy joydan keladi demadim. Yaqinda to'yim, vaqting bo'lsa o'tarsan. Menga ham soch keldi, faqat oddiyroq oiladan ekan. Menga qolsa kambag'alga erga tegmagan. Ertaga men hayotimga havas qilib o'tirasan. Bu yog'i peshonamdan-de. Tanlab to'qishga uchradim. Hamma dugonalarimning mashinasi bor. Menga qattan bo'lsa ham mashina topib bering. Aka, mashina arendaga biz olmoqchiydik. Siz bilan gaplashuvmidik? Ha, aka, men edim. Atasi, salonga ketib o'tirdim. Qaysi mashinaga ketdik? Onasi, hammalar tanishgan. Qizil Matiz bizadaki. Shuncha mashina turganda nima Matizga ketaman? Endi onasi, ko'chada Matiz haydab yursang, insonlarning asl yuzini ko'rasan-da.